Bizni Alloh yaratgan, Allohga qaytamiz. Men ba'zi bir insonlarga hayron bo'laman-da. Nimaga va'dalarni beradi, qasamlarni ichadi. Osmon o'par gaplar bilan sizni ishontiraman deydi, ishontiradi. Siz boshingizga kichkina bir tashvish kelganda sizni tashlab ketadi. Boshqasi bilan baxtlidir. Balkim qayerda ham yo'qdirsiz. Lekin qanday yurganimizni Alloh ko'rib turibdi-yu. Ertaga Alloh jonimizni olganda Allohning oldida javob beramiz. Senga oxirgi gapim, shuni unutma. Alloh har bir qadamimizni, har bir qilayotgan ishlarimizni, har bitta gapirgan gaplarimizni eshitib, ko'rib turibdi.